Dasturimiz davom etadi. Viloyat davlat soliq boshqarmasi rahbari boshchiligida Qiziltepa tumanida aholi muammolarini o'rganish maqsadida sayyor qabul tashkil etildi. Jarayondan muxbirimiz xabar qiladi. Qayd etish joizki, prezidentimiz rahnamoligida xalq bilan muloqotning ta'sirchan va samarali usuli yo'lga qo'yilganligi yurtimizda inson manfaatlarini ta'minlash, fuqarolar, tadbirkorlik subyektlarining huquq va erkinliklarini himoya qilishda ijobiy samara bermoqda. Xalq davlat idoralariga emas, davlat idoralari xalqimizga xizmat qilishi kerak degan tamoyilni amalda qaror toptirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Viloyat davlat soliq boshqarmasi rahbari tashabbusi bilan Qiziltepa tumanining Gumbaz mahallasida o'tkazilgan qabulda ham fuqarolarning talab muammolari tinglandi. Qabulda bandlik, sog'liqni saqlash, moddiy yordam, uy-joy olishda subsidiya ajratish, farzandining o'qish to'lovlarini to'lab berish, nogironlik nafaqasini tayinlash kabi qator masalalarda aholi murojaatlari o'rganildi. Rahbar qabuliga kelgan murojaatchilarning aksariyat masalalari ijobiy yechim topdi. Muddat va o'rganish talab etiladigan murojaatlar esa alohida nazoratga olindi. Shuningdek, boshqarma boshlig'i mahallalarda yashovchi ehtiyojmand oilalar holidan xabar ham oldi. Tegishli mutasaddilar ishtirokida har bir oilaning turmush darajasini yaxshilash bo'yicha zarur chora-tadbirlar belgilab olindi.